qilib chiqishini tushuntirib ketaman. Mayikda pishgan spermatozoidlar, mana bu pushti rangga ajratib qo'ygan chizmam epidimis deb ataladi. Epidimisga yig'ilib urug' yo'liga tushadi. Mana urug' yo'lini chizib ajratib qo'yganman. Urug' yo'li orqali urug' pufakchasiga kelib tushadi spermatozoidlar. Urug' pufakchasiga. Urug' pufakchasida maxsus suyuqlik bor. Bu fruktoza. Fruktoza spermatozoidlarni yaxshi oziqlantirib, hajmini kattartirib, energiya bilan ta'minlaydi va erkaklik jinsiy a'zosi orqali urug' tashqariga chiqariladi. Yana bitta narsani eslatmoqchiman. Prostata bezi erkaklarda ham siydik chiqishini ta'minlaydi, ham urug' chiqishini ta'minlaydi. Sizlardan bitta qiziq savol bo'lishi mumkin. Prostata bezi ham siydik chiqarish, ham urug' chiqarishni ta'minlasa, urug' chiqayotganda siydik bilan aralashib chiqmaydimi degan savol bo'lishi mumkin. Tabiat shunaqa yaratganki, Allohning mo'jizasi shunaqaki, erkaklarda urug' chiqayotgan vaqtda mana bu yerda siydik kanali yopilib turadi. Va urug' chiqib bo'lgandan keyin, ma'lum vaqtdan keyin siydik kanali yana ochiladi. Keyingi leksiyam azospermiya haqida, ya'ni erkaklarda urug' nol bo'lib qolishi, nimalar sabab bo'lishi, qanday davolanish choralari bor, bular haqida hammasini hozir tushuntirib o'taman sizlarga.